Barchaga assalomu alaykum, hurmatli Humo Mobil kuzatuvchilari. Navbatdagi oshxona mebelimiz tayyorlab oldik. Bu oshxona mebelimizning narxini, ichida nima bonuslari bor, razmerlari, hammasini video tomonidan aytib o'tamiz. Undan oldin bitta like, bitta podpiska tugmasini bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Xo'p, bu oshxona mebelimizni Andijon viloyati Qumbozorga o'rnatib berganmiz. Razmerlarga kelsak, 7 metrga, bo'yi 270 santimetrda bo'lgan. Materiallari Kashtan firmaniki, Turetskiy juda ham chidamli, suvga chidamli bo'ladi. Hop, petlilari vakuumli bo'lgan. Kromkalarini qalin rezinaviy kromkadan urib berganmiz. Korpuslarigacha ikkili kromkadan urib berganmiz. Mokriy asfaltga oq qilib, kombinatsiya qilib berganmiz. Hop, bu yerlari gaz turbalari o'tib ketgan. Tagini ham o'rab berganmiz chiroyli qilib. Buni ichiga kiradi. Kafellari mebelni o'zimiz olib kelganda birato'la bosib ketamiz. 60 ga 60 qilib granitdan qilib berganmiz. Stalishnisaga moslab. Bu yerda moykasi, Smart Tech moykasi, o'sha internetda mashhur bo'layotgan qalin, hech narsa bo'lmaydi, yog' ushamaydi o'zida. Buni ham 10 yilga garantiyasi bor, xudo xolasa xizmat qiladi. Palamas investitorlari bilan. Palamas investitorda o'zi 5 yilga garantiyasi bor. Stalishnisamiz, rossiyskiy stalishsa 208 qalinligi. Buni ham 10 yilga zavodni o'zida pechati bilan chiqadi, garantiyasi bor. Mo'ykan tepasiga chiroyli qilib sushilka kattagina 80 santimetrlikdan bo'lgan. Mo'ykada idish tovoqlar yo'q, bemalol quritsalar bo'laveradi uni ustida. Suvi silqitish uchun buni olasizlar, to'kib, yana qaytarib joyiga qo'yib qo'yaverasizlar. Tepasi juda ham baland bo'lgani, ichiga ko'p narsalar ketadi. Hop, bittasini ochib ko'rsatib beraman. Bu metga olishi mumkin. Xonadon egalari talab va istaklariga binoan shunday baland qilib berganmiz. O'zimiz tagiga shoti shunaqa narsalar qo'yib o'zimiz ochib olamiz degan uchun. Xo'p, mana bu yerga bo'lgan taylarni ko'rishingiz mumkin. Kengina bemalol santexnik ishlaydi, orqalari ochiq. Bu tomonlariga qozon, tovoq, kastrulka ichi chuqur bo'lgan, bozor standartidan kattaroq bo'ladi oshxona mebellarimiz. Xo'p, stalishnisani go'nyalarini ushlash uchun, past korpus go'nyalarini ushlash uchun operatorda ko'rsatib beramiz. Taylariga bunday qilib reyka bilan qotirib chiqqanmiz. Har bitta narsaga ahamiyatli shu yerigacha hattoki ikkili qalin kromkadan urib berganmiz. Ishto bu suvga ishimasligi uchun asosiysi past korpus bo'ladi. Suv tegadigan joy past korpus. Suv ishimasligi uchun polностью ikkili kromkadan urib ketganmiz korpusigacha. Korpusini laminatdan, rossiyskiy laminatdan qilib berganmiz. Xo'p, bu yerda mana qoshiq donlari bor. Kapchul, qoshiq shunaqa narsalarni ovqat qilayotganda qidirib qolmasligi uchun ochadi. Bemalol foydalanishlari mumkin. Vitishkasini bonusga olib qo'yib beramiz, agar joyingiz 5 metrdan uzun bo'lsa. Vitishkamiz ham turbo motorlik, gofrasi ham 150 lik bo'ladi. Havoni bemalol tortib kirib ketaveradi, sensorli bo'ladi. Hali uyda egalari hali elektr montaj bo'lmagan bu uyda, shu sababli yo'q bera olamiz. Bu yerda mana led chiroqlarini ham o'rnatib berganmiz. O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz mavjud. Vodiy bo'ylab dastavkamiz, ustanovkamiz, yetkazib berishlar, borib o'lchash hammasi bepul bo'ladi. Voha tomonga bo'lsa Toshkent, Samarqand, Buxoro, Voha tomonlarga xullas kelishilgan narxlarda bo'ladi. Kelishamiz, joiz razmerlari katta bo'lib, kelishib qolsak 50% qilib berishimiz mumkin. Bo'lmasa dastavkasini boshqacha shu tomonga beramiz bilan ular kelishamiz. Pastki nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol bog'lanishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab zakaz qabul qilamiz. Rahmat hammaga.